Mana shu tushib qolaverar ekan. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lyaptimi? Videoni kuzatib turing. Sochingizni bitta taraysiz, kun davomida shu joyi, umuman cho'lkangiz sizni oldingizga tushib xalaqit bermaydigan usulni o'rgataman. Buning uchun fenni olasiz. Sochingiz quruq holatda bo'lsa, ozgina namlab olasiz. Fenda issiq sovug'i bo'ladi. Issig'ini oxirigacha yoqasiz, sovug'ini ham oxirigacha yoqasiz, оборотini eng baland kuchli holatda yoqasizda. Fen yoqilgandan keyin cho'lkangizni hatto shunday tag qismiga mana shunday holatda issiq holatda yurgizasiz. Shu holatda ildizi kuymagan holatda sochingiz qiziganda keyin issig'ini o'chirasiz. O'chirib ortidan sovug'ini yurgizasiz. Shunda sochingiz oldiga osilmaydigan bo'lib, kun davomida uzoq vaqtga yetib beradi. Issig'ini o'chirdim, mana sovug'ini yoqayapman. Ko'rdingiz, sochim ko'tarilib o'zini holatiga keldi. Endi taroqni olasiz. Taroqda shunday taraganingizda sochingiz go'zal holatga keladi. Bu sochingizni oldiga tortganingizda ham mana yuqoriga intilish ko'p bo'ladi. Majburlab tortganingizda ham sochingizni bemalol qo'lingizda ishlov berib kun davomida yuraverasiz. Bu sochingiz o'zingiz majburlagan holatda ham oldiga osilib qolmaydi. Video yoqqan bo'lsa, komment yozib, like bosib, podpis bo'lib qo'yasiz. Shunaqangi foydali videolar bizdan kutib qoling.